hurmatli No'qat xabar jinoyat kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 7 aprel 2026 yil biz No'qat rayonuna Qarash Qayrag'ach rayonuna keldik. Şol yerda Saidazim Mota çayxonasida novoychilar non javotatga shashlik qilib ekan hozir. Şol yerda ma'lumot olib bizdan olsay loyiq bosh kommentar yozib qo'ysa, o'shoning biriga tug'anlar to'yg'u, jo'qchilik, to'y ma'rakalarga to'ylarga zakaz olar ekan. Samsa non Pega qarshi hozir samsasi tugab qoldi, nonni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Nonlar qanchadan? Nonlar 25 so'mdan. To'ylarga unda aji keldi, umra keldi deganda zakazga beren deganlar bo'lsa 23 so'mdan pul beramiz. Anan shaqqa hozir qiyma ertagidan buyursa Pskoyda bo'ladi. Qanchadan bular? Kim bular? 150 so'mdan. 150 so'm. Pskoyangcha? Pskoyda 150 so'mdan. 150 so'm, ha? Samsalaring qovab turib. Bir ay qoldi o'sha bundan so'ng. Ha, ko'rsat. Nala 120 so'mdan samsa. Şöyle damı ko'rsangiz bo'laveradi. Buyursa damı yaxshi, xudo. 120 buni, ha? Mol etidan, ha? Mol eti. Ha, yaxshi. Anan, yani 70 so'mdan barasi tuganib qoldi hozir. anan daha sonra bize aytib ko'tarishinglar. Mana samsang dastavka olishgan bo'lsa, mana oyliklar. Qayrag'ach, ber, Qiziltayit. Dastavkasi bormi? Dastavkasi shu Qayrag'ach bu territoriyasi bo'yicha bor mashinalar Qanchadan olsa dastavka qilib berasizlar? Dastavkasini ham söylashayozda qancha olib yaqinligiga qarab. Yaxshi. Mana nonlar 25 so'm dedinglar, ha? Qancha gramdan? Grammi, nima, qamirdik 300 gram. 300 gram, ha? Ha, yaxshi. Ertaga soat qanchacha ne bo'ladi? Nonni ertaga 8-9 da bo'ladi nan. Samsi 9-10 ga tayyor bo'ldi. Shashiltarmi, ha? Shashiltarda tayyor bo'ldi, kelib Dami ko'rib ketamiz. Hurmatli tug'anlar, mana daragini aytib ketsak, mana Qizilka joqdan keltirganda o'ng joqda, No'qat joqdan keltirganda so'l joqda Saidazim Ota chayxonasi. Orientir mana Kungoyga ketgan yo'l. Saidazim Ota desangiz bordug'i. Bu shu yerda onani aytib ketaychi narsa. Osh ham qilat, zakaz bersangiz bo'ladi. 24 soat sayin ishlaydi Saidazim Ota. Abdulla aka kelsangiz, Ajaka kelsangiz oshni yaxshi qilib beradi. Samsasdan boshlab Mantı oromu, log'monlar ham bor edi. Nima qiladi? Umatxona mana samsa shashlik qilib turadi. Orientir mana tayir, eski tayir magazin Qayrag'ach chayxonasining tagida Saidazim Ota. Kelaverasiz hurmatli. Doimo sizlarning xizmatingizda No'qat xabar jinoyat kanali doimo sizlarning xizmatingizda like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. O'shaning birga negativ yozmanglar hurmatli. Saidazim Ota chayxonasi doimo jinoyat sayin Hech bo'lsa omon bo'ldi. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.